sigan nasıllar? Videodan başkasından korkma. Mana hattoki kasal ham уже chiqib ketdilar. Bularning muomalasidan уже medstralar kelib talashishyapti. Sterilnisi buzilgan antibiotiklarni, dorilarni desa, almashtiring desa, jahl qilib chiqib ketishyapti. Уже medstralar talashishyapti. Doktorlarni privaskiga yanib chaqiramiz. Hamshiralarga kapitsa qo'yib beringlar deb yanib chaqiramiz. Ana krupniy bilan qiynab qiladi deb. Eshigimiz ochiq bo'lsa, ovqatchilik kelib eshigini qilib deb aldab ketadi, ovqat bermay ketishadi. Siz hozir shotda. Bo'ldi? Shotda patsient bo'lib turib. Kechagi kunmi? Kecha kamera ochtiring, ovqat tashiyal kunni. Жалоба ketdi. Kirmadi ham, eshigini ochmadi ham. Grechkani qancha kutdim? Grechkani qancha kutdim men? Bo'ldi, bet ko'zlar krika. Bu sevinch, ayniqsa sevinch kruptida. Sevinch. Mana sevinch, mana qaysi klinikada ishlayotganda bo'ldi. Qarang. Bu medkonsultant klinikadagi mana birinchi turgan 8.4 anaqa sahrim 8.4 chiqqan. 2-mart kuni operatsiyadan bir kun oldingi analiz 8.4. Buni mana lecheniya qilmasdan sahr bilan bular mana anaqaga nima operatsiyaga olishgan. Bironta bitta ukol ham qilmagan da operatsiya. O'zim so'raganman. Tayinlamaysizlar operatsiyaga mana desam yo'q degan. Sahrim necha desam to'g'ri deb aytishgan menga. Endi mana buni men bugun o'zim TTDda bugun chaqirtirib ertalab kelib shunda ko'zimni ochishimga olib qilishdi. Meni hech qanaqa sahrim yo'q. Skritiy sahram bo'lar ekan, unim ham yo'q ekan balki. Mana turibdi. Shuni ham qildirdim. O'zim 1 million pul to'lab chaqirtirib, yo'q, bular ham meni operatsiyaga o'zi olish kerak emas bo'lgan. Mana birinchi 8.4 sahr bor deganga. Ikkinchidan bularni